Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz Kazandan 194 kilometr uzoqdamiz. Ovulga keldik, qishloqqa. Bu yerda masjid qurish kerak ekan, masjid. Mana bu masjid. Bu yangi masjid solamiz, xudo xolasa. Bitta brigadamiz olib keldik. Bitta brigadamiz Kazan shahrida qoldi. Mana palata remontyorlik. Sokil palatelnidan bo'ladi. Bu masjidning oldiga masjid solamiz, xudo xolasa. Mana bir qishloq. Patatarskiy ovul bo'ladi. O'zbekchasiga qishloq. Mana. Havolari toza. Mana bolalar mayida. Bitgandan xudo xolasa video qilib qo'yamiz.